Oyijon bilan gaplashib o'tiramiz. Oyijonga ertaga sizga surpriz bor, oyijon. Rahmat. Shu bugun gapiraman. Chunki surpriz. Nima deb o'ylaysiz? Nima surpriz sizni kutyapti? Oyijonni aytgancha yaqinda tug'ilgan kunlari 24-aprelda. Bugun quyonlarning tug'ilgan kuni. Bugun quyonlarimizning tug'ilgan kuni. Oyijon o'z qo'llari bilan tug'dirgan quyonlari bugun 1 yosh bo'ldi. Biz o'tgan yil Dubayga ketganimizda tug'ganida quyonni onasi nima bo'ldi, oyijon? O'ldi. Ha, kulgim kelmayapti, to'g'risi endi kulib yuboraman. O'zi ham uyimizda hamma narsa bor ekan. Mana o'tirimiz hovlida ishinshil, papugay. Hamma nima kelgan. Qarg'a ham kelibdi. Yana anu hamak ham olganmiz, anu sichqonni bitta turi bor. Hamakmi ular yo belkami ular? Endi menga qaramaysizlar, men shunaqa животныйlar haqida uncha informatsiyaga ega emasman.